Ayolimni boshqa erkak bilan ushlab oldi. Va ajrashdim. Bolam bilan ketadi. Sen bilan qolsa, to'shib buzilib ketadi bechora qiz. Buzuq bo'lsa man o'zim boqaman bolamni. Men o'zim boqolmayman, tushuntira oldimmi senga? Qurbim yetadi boqishga bechora qizni. Ko'ramiz, kim kimda qolarkin bola. Obobsiz bola. Nikoh bekor qilish jarayonida eng og'riqli mavzu ham bolalarni talashish mavzusi. Lekin qonunchiligimizda bolalarni kim bilan qolishligi bo'yicha aniq ko'rsatma yo'q. Kim bilan yashashlik bolaga manfaatli bo'lsa, o'sha bilan qoldiriladi. Bu ona yoki ota degan joyi yo'q. Hozir ko'rgan holatimizda onaning tabiati yengil bo'lishligi ham bolani undan olib qo'yishga asos bo'lmaydi. Qachonki farzandga ona bilan yoki ota bilan yashashlik ruhiy tarafdan, jismoniy tarafdan zarar ekanligi isbotlansagina, o'shanda qarshi tomonga bola olib beriladi. Bunaqa ishlarda faqatgina bolani manfaati birinchi o'rinda. Farzand uchun ruhiy, jismoniy rivojlanishda qaysi taraf ma'qul bo'lsa, o'sha tarafga bola olib beriladi. Agar sizda ham shunday muammolar bo'lsa, konsultatsiyaga yoziling va muammongizda birgalikda yechim topamiz.